Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Qani. Assalomu alaykum. Alaykum. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Xiyobon mahallasida yashovchi Nigoraya bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz onajon, ahvollaringiz yaxshimi? yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling, kayfiyatlaringiz a'lo bo'lsin. Bugun xonadoningizda ajoyib ayyomlarni nishonlayotgan ekansiz. Qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin sizga. Alloh Ilohim, albatta Allohimga banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz hamda vatanimizda keng miqyosda nishonlanayotgan 9-may xotira va qadrlash kunlari qutlug' bo'lsin deymiz. Umringizni Robbim ziyoda qilsin. Hamisha ezgu niyatlaringizga erishib, farzandlarga duolar bilan qo'llab-quvvatlab, ularga bosh bo'lib yuring ilohim. Rahmat. Tashakkur onajon, ajoyib ayyomingizda sizga yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Bizning loyihamizga siz uchun atalgan mehrli dil izhorlari, tabrik xatlari kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz onajon? Bugungi chiroyli surpriz sovg'alarni siz uchun kim tayyorlagan bo'lishlari mumkin? Bo'llarimni, ikkita kelinim bor. Qizim sizlarni. Mashalloh, mehr muhabbatingiz shu qadar keng ekanki, barchalari sizni xursand qilishga shaylanib, bugun dil izhorlari yo'llashibdi. Sizni ko'p qiynamaymiz. Kim yo'llagan ekanliklarini o'zimiz aytamiz. Chiroyli tabrik xatlarni sizga mehr muhabbatingizdan kuch olib yashayotgan jonajon dilbandlaringiz, farzandlar, umr yo'ldoshingiz, kelin, nabiralar nomlaridan o'g'lingiz Farhod akamiz hamda keliningiz birgalikda yo'llagan ekanlar. Rahmat. Ilohim baxtlariga omon bo'ling. Hammalari sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Onajonimizni ko'zlarida quvonchni ko'rsak, bizdan baxtli inson yo'q. Biz uchun borlarini baxshida qilib, hayotimizni nurlarga belab yashayaptilar. Alloh rozi bo'lsin onajonimizdan, dadajonimizdan. Biz farzandlarga o'zlari bosh bo'lib yursinlar. Biz uchun qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar. Mana endi rohatimizni ko'rsinlar. Onajonim dunyodagi eng mehribon, eng go'zal, eng shirin so'z ayollar. Baxtimizga hamisha omon bo'lsinlar. Ularni juda qattiq yaxshi ko'ramiz deb siz bilan faxrlandilar dilbandlaringiz. Rahmat. Bunlardan sog' bo'lsin, kelin bilan qo'shqa qarib. Nasib bo'lsa, o'ta bo'ladi. Ular ishlaydi. O'yaniga martabalari ulug' bo'lib, ustozlar qatorida yursin. Ilohim, siz hamisha mana shu dilbandlaringiz bilan faxrlanib, qo'llaringiz duoda yursin deymiz. Doimo duolaringiz bilan qo'llab turishingiz aniq. Bunga ishonchimiz komil. Har bitta ona farzandini duolar qiladi va bu duolaringiz ular 100 yil bilan yuzlashganda ham hamroh bo'lsin. Har doim ularni yonlarida bosh bo'lib turing ilohim. Rahmat sizga. Tashakkur, omon bo'ling. Birozgina qimmatli vaqtingizdan olib, chiroyli tabrik xatlarni ham o'qib eshittirsak maylimi onajon? Mayli. Tashakkur. Assalomu alaykum. Jannatim kaliti, qalbimning quyoshi, volidam, onajonim. Bugun so'zlarimni qanday boshlasam ham mehringizni, oqibat va sabringizni to'liq ifodalashga kuchim yetmaydi. Siz menga nafaqat hayot berdingiz, balki uni qanday yashashni, qanday inson bo'lishni ham o'rgatdingiz. Har bir mehrli qarashingiz, har bir duoli so'zingiz mening qalbimda eng qimmatbaho boylik kabi saqlanadi. Onajon, sizning beg'ubor kulguyingiz men uchun bahorning eng latif kuyidek.
Qo'llaringizning iliqligi butun umrimga dalda. Peshonamga surilgan duodek azizdir. Hayotimda qanday yutuqlarga erishsam bilamanki, ularning har biri zamirida sizning tinimsiz mehr muhabbatingiz, fidoyiligingiz yotadi. Bugun sizga shuni aytmoqchimanki, onajon, hayotimning har lahzasida, har nafasida men sizni yaxshi ko'raman, sizni qadrlayman. Mening chin jannatim sizning ko'ksingiz. Mening eng ulug' orzum doimo duoyingizga sazovor farzand bo'lishlikdir. Onajonim, sizni shu qadar yaxshi ko'ramanki, bu tuyg'uni hech bir she'r, hech bir so'z ifodalay olmaydi. Yaratgandan faqat sizga sog'lik, umr, huzur va quvonch tilayman. Qolgan barcha orzularim sizning baxtingiz uchun atalgandir. Volidam, barchasi uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ikki dunyo savob va saodatini sizga tuhfa etsin. Onajonim, siz dunyodagi eng bebaho sovg'alarga loyiq ayolsiz. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. Takror hojilik maqomlariga erishib, yaxshi kunlarimizda hoji onajon, hoji buvijon bo'lib, daralarning to'rini to'ldirib yuring. Volidam, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Arzimas tuhfamizni qabul qiling. Allohdan so'raydi. Joniming halak. Duoda bo'ladi, qiladi tilak, chiroyli go'zalda mana shu malak. Farishtam, mehribon, jannatim onam. Yaxshimi, yomonmi, shukrni qilgan. Nohaqlik o'ylamay haqiqat bilgan, ro'zg'or tashvishini boshiga ilgan. Farishtam, mehribon, jannatim onam. Muruvvat aylayin, qilayin ta'zim, doim xizmatida bo'layin o'zim. Onajonim bordir, yorug'dir yuzim, farishtam, mehribon, jannatim onam deya barcha dilbandlaringiz nomlaridan o'g'lingiz Farhodjon akamiz chiroyli dil tilaklarini siz uchun yo'llabdilar onajon. Rahmat, baxtimizga sog' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat e'tibor uchun. Tashakkur. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz kabi onajonlarimizni, duogo'ylarimizni ham umrlari ziyoda bo'lsin deymiz. Hamisha mana shunday chiroyli tilaklaringiz bilan oilangizni nurlariga ko'mib yashashda davom etavering onajon. Biroz bo'lsa ham kayfiyatlar ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi dilnomalardan? Mashalloh. Avvallari ham sizga mana shunday surprizlar qilishganmi yoki bu birinchisimi? Yo'q, bu birinchisi. Mashalloh, farzandingiz shuning uchun ham o'zgacha sovg'a tayyorlay, onajonimni quvontiray deb harakat qilgan ekanlar. Siz o'ylagan cho'qqisiga. Ilohim. O'qitdinglar, uylantirdik, endi farzandi bo'lyapti, endi Qur'onni tanib, endi tanov bo'lyapti. Albatta ilohim, barchalarni rohatlarini farog'atda ko'rib yuring. Albatta farzandlar borlarini berishsa ham ota-onalar oldidagi qarzlarni o'zi olishmaydi. Lekin farzandlaringiz harakat qilishar ekanlar, va'da berishdi. Onajonimizni, otajonimizni ko'zlarida quvonchni ko'rish uchun har doim harakat qilamiz. Shu uyga kelganimizda onajon deganimizda bolajonim deya yonimizda bo'lsalar bo'ldi bizga deya siz bilan faxrlandilar. Rahmat shunday. Ilohim, onajon siz bilan qilayotgan suhbatlarimiz dasturimiz ijodkorlari tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Jonajonlaringizga salomlaringiz yoki qalb so'zlaringiz bo'lsa, marhamat siz ham barcha farzand nabiralaringizga, yaqinlaringiz uchun yo'llashingiz mumkin. To'rtta o'g'lim ham baxtli bo'lsin. Qizlarim, kelinlarim hammasi salomat, qo'llarini rohatini ko'rib yursin. Shahar baxtimizga sog' bo'lsin, shular dunyo sirguncha tursin. Ilohim. Eson-omon farzandini qo'liga olib olsin. Qizim yo'q, qizim deganman. Inshaalloh. Ilohim, har doim mana shu go'zal niyatlaringizning ijobatini ko'rib yuring. Chiroyli suhbatingiz, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat aytamiz onajon. Omon bo'ling, ayyomlarni havo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Mayli, sizlarga ham rahmat. Tashakkur, omon bo'ling. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajon
mehribonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni bugun onamni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning oromijoni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni bo'lisginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni saxovat seli daryo dengizim matonat bardosh mehri tengsizim tanholar ichida tanho yolg'izim onajonimni tug'ilgan kuni